Xo'p, bugun tahlil darsimizni boshlaymiz aka. Xo'p, Usmonov 22-darslik mavzu chiziqli dengiz sistemasi tahlil. Boshlaymiz. Ya'ni birinchi misoldan 2 bilan 3-misolni yozib oldik. Mana so'ragan savollaring unchalikda murakkab emas u. Endi birinchi marta o'rganayotgan odamga to'g'ri qiyinlik qilishi mumkin. Hurmatli o'quvchilar, sistemani biz o'tgan darsda aytgan edikki, yechishda y ni yoki x ni oldini bir xil qilib olishimiz kerak deb o'rgatuvdim. Agar bir xil bo'lsa, x ni yoki y ni oldini bir xil bo'lsa, bir xil qilish shart emas edi, to'g'rimi? Misol uchun, mana bu x lar qaranglar. Mana qiyshiq turibdi-da, tursa turaversin. Mana faqat mana bunaqasiga qaramas kerak. X mana. X 1.6 x turibdi, 1.6 y turibdi. Bular uchun umumiy koeffitsient beraman desak, 14 bo'ladi, to'g'rimi? Lekin mana bu y'larchi o'zi y'lar oldida o'zi bir xil turibdi. Buni ham 6 yashasa bo'lsa 1, buni ham 6 yashasa yo'qligi uchun 1. Ya'ni agar bir xil koeffitsiyentli bo'lsa, umumiy koeffitsient berilmaydi. Tushundingmi? Hozir bizlar x uchun umumiy koeffitsient yoki y uchun umumiy koeffitsient qidirishimiz shart emas. O'zi ko'rib turibsizlarki, y da koeffitsiyenti o'zi bir xil turibdi. Bir xil tursa, nima qilishimiz kerak? Uning oldidagi ishoralarga qarashimiz kerak. Mana buning oldida ishora minus, mana buning oldida ishora ishlasa bo'lmasa plus ishora. Demak, biz kecha nazariyada yozgan edik mavzuyimizda. To'g'rimi? O'tgan dars mavzuyimizda aytdik-ki, qarama-qarshi ishoralar bo'lsa sistemalar qo'shiladi deb o'rgatgan edik. Yozib ham bergan edim nazariyada. To'g'rimi? Demak, mana bu ikkalasi qarama-qarshi ishora bo'lgani uchun xohlasang tepaga past qo'sh, xohlasang pastga yuqorini qo'sh. Muammo emas. Pastdan yuqoriga qo'shmoqchiman men. Ya'ni 7x minus y ga qo'shaman. Y minus 2x. Bu ikkovini qo'shdim. Demak, bunga buni qo'shdimmi? Bu ham bu tarafdan mana bunga qo'shilib ketish kerak. Necha bo'ladi javobi? 5. 1 ga 4 qo'shsak 5 ku. Ana. Bir xil bo'lgani uchun qo'shib yubordim koeffitsentlari. Ana endi mana bular qo'shilganligi uchun e'tibor bersak, qarama-qarshi minus plus bo'lib turgani uchun qisqarib ketdi. Va endi x ketdik. 7x keldan nima ayrilib keladi? 2x. To'g'rimi? Yo'q, bayla qisqartirishdan oldin xohlasak, dastlab qavsini ochib xohlasak mana. Qisqartirmagan deylik mana. Qavs ochishni bilasanki, qavs ochilganda shura ta'sirlashmaydi. To'g'ri? Qavs ochganda ham mana yo'q ketadi. 7 dan 2 ni ayirsak 5x teng 5. Mana buni eshita olsang kerak, to'g'rimi? Nima bo'ladi bu? 5 ni 5 ga bo'lsak, x teng 1 degan javob chiqadimi? Mayli, ko'paytma bor. Bo'linma o'tardi-ku. Tenglamada o'rgangansan. Endi bir daqiqa. Davom etamiz, qarang. Demak, nima qilgan tushunib yetdik-a? Mana x bilan y joyi qiyshiq tursa ham ishlab ketishimiz mumkin ekan mana. Muhimi oldidagi ishoralarga qaray ekanmiz. Qarama-qarshi ishora bo'ldimi? Tamom. Qaranglar, o'rta ishoraga qaramayapman. O'rtasi bir xil ishora ekan deb turib qo'shib yubormanglar yoki ayirib bermanglar. U o'rta ishoraga qaralmayapti. Bu y'lar, y'ning oldidagi ishoralarga qarayman, mana bunaqasiga. Mana buni oldi minus, buni oldi hissa bo'lsa plus bor. Qarama-qarshi bo'lsa qo'shiladi degan xossadan foydalanib ketyapmiz. Tushundingmi? Bitta qo'shib ber, yana qisqarib ketdi. Mana ko'rib tursanlarki, x qiymati kelib chiqdi. Sistemada doim x ni yoki y topganingdan keyin bo'ldi degan emasda, keyingisini ham topishing kerak. Uni yonida yana x mi, y ni ham topishing kerak. Qanaqa topasan? Diqqat, qaraymiz. X qiymati chiqdimi? Xohlasang mana bu qator x ga, xohlasang pastki qator x ga farqi yo'q. Qaysidir birovni x ga qo'yib y topish kerak bo'ladi. Qanday qo'yasan? Misol uchun hozir bu yerda tepada topish osonroq. Osonroq qatorga qo'yasan. Tushundingmi? Misol uchun y minus x da mana x qiymati nima chiqqan bizlarda? 1 chiqqan. Mana y minus x da x o'rniga 1 qo'yaman. O'sha qiymatni lekin qo'yitganimda bo'lib ko'paytma bo'lib keladi, beradi-ku. Mana teng 4. Bo'ldi. Y teng 6 ekan javobi. 4 2 kira 1 2 bo'lsa 6 bo'ladi. Demak, sistema yechildi. Demak, mana bu sistemamizning javobi birinchi x, keyin y qo'yiladidan 1 6 ekan deb qo'yiladi. Tushundingmi? Keyingi sistemaga o'tamiz. Bu sistemada mana ko'rib tursa, y ga bunda x bunaqa turibdi, tursa turaversin, muammolik joyi yo'q. Yo, demak endi bunda x ni yoki y oldiga qaranglar, ikkida har xil koeffitsiyentlar bo'lib turibdi. Demak, mana biz uchun mana bu y bir xil bo'lib turgan bo'lsa, bunda y bir xil emas. Birovda y 1, birovda 8 bo'lyapti. To'g'ri? Demak, bir xil koeffitsiyent emas. Yoki x ga qarasak, birovda 6 hissa bo'lsa 1 bor, buni oltida 2 bor. Turli xil koeffitsiyentlar. Turli xil koeffitsiyentlar bo'lsa, yo x ni yoki y ni oldini bir xil koeffitsiyentga keltirish kerak. Bir xil koeffitsiyentga keltirish uchun uni o'ylash kerak. Misol uchun, men y ni bir xil qilaman desam, birovda 21, birovda 8 bor. Xuddi 21 bilan 8 uchun umumiy mag'raj berganday bo'lib ketamiz. Juda katta bo'lib ketadi 21 bilan 8 uchun umumiy mag'raj beraman. To'g'rimi? Ya'ni umumiy koeffitsiyent. Xo'p, lekinchi x savolda birovda 2 bor, birovda 1 bor. 1 bilan 2 uchun umumiy koeffitsiyent 2 degani bilasan. To'g'rimi? Endi
Bunda o'zi 2 turibdi. Buni oldida 2 bo'lishi uchun mana bu qatorga to'liq nima ko'paytirib yuborish kerak? 2 ni ko'paytirib berishim kerak. Sistemani ochaman. 2 ni ko'paytirib chiqsak 16 ta y minus 2x teng 8. Bu yoqda esa turaveradi bunday bu. Teng 2. Bo'ldi. Mana shu sistemani yechaman. Mana ko'rib turibsizlarki, bir xil koeffitsient qilib oldik. Nimani? X oldini. X oldini bir xil koeffitsiyentga keltirdim. Endi bular oldida ishoralarga qarayman. O'rta ishoraga qaramayman. Nimani bir xil qilgan bo'lsam, o'shani oldiga qarayman. Misol uchun x oldida bunda minus turibdi. Bu x oldida hech narsa yo'qmi? Demak, plus turibdi. Minus plus. Qarama-qarshi ishoralar bo'lganligi uchun bular qo'shiladi bular. Ya'ni nima? 16 ta y minus 2x ga qo'shiladi 2 ta x minus 21y. Qarama-qarshi bo'lsa qo'shiladi degan nazariyani mavzuyimizda yozib bergan edik. Yodlab qo'yamiz. Boya yemay turdim. Endi demakga qaranglar. Tepaga past qo'shdimmi? Bu tarafdan tepaga past qo'shilishi kerak. 8 ga 2 ni qo'shsak birda natija qilib yozib ketaversam tushunsalar kerak, 10 bo'ladi. To'g'rimi? Qaranglar, qo'shganimda yoki ayirganimda doim qavsli olinglar. Maylimi? Tushundingmi? Ya'ni qo'shyapman, tepaga past deganda tepani qavsga, pastni ham qavsga olib qo'shib qo'yib qo'yapman. Ayiryapman deganimda ham ayirib qo'yib qo'yasan shu qavsli qolib. Va qavsdan ochib soddalashtirasam, ketdik. 16 ta y minus 2x plus 2x minus 20 ta y teng 10. Mana bu ikkovi ketadi. 16 dan 21 da yetkazsak minus 4 ta y bo'ladimi? To'g'ri? 4 ta y bo'lmaydi, 5 ta y bo'lar ekan. 5 y bo'ladi. Teng 10 mi? Shunday y topsak. 10 bo'lingan minus 5. Bilasizlarki, ko'paytma bo'limi bo'lib aytganda ishora almashmasdi. Y qiymatini topsak necha bo'ladi? Minus 2. Bo'ldi. Y ham qiymat kelib chiqdi. Diqqat. Sistemani yechganida y yoki x topding degani bo'ldi degani emas, uni yon sherigini ham topishing kerak, to'g'rimi? Uni yon sherigini qanaqa qilib topasan? Bu yerda xohlagan mana 4 ta mana sistema mana bunday qildik, o'sha sistema. Mana bunda bitta sistema bo'ldi. Bunda yana davomiy ikkita sistema kelib qoldi. Chunki mana koeffitsient tenglashish uchun qator qilishga majbur bo'ldik. Nima demoqchiman? Mana bu chiqqan sonni, mana y xohlasang bu qator, xohlasang bu farqi yo'q, xohlasang mana y bor joyiga x bilan y qatnashgan. Y bilan x bor. Xohlagan. Nechta qator bor bizda? 1, 2, 3, 4 ta bor. To'g'rimi? O'sha 4 ta qatorning xohlagan qatoringda bittasiga y o'rniga shunday qiymatini qo'yib, shunda x ni topib. Xohlaganingga qo'y. Farqi yo'q. Bir xil chiqadi javob. Imkon qadar mana qaranglar mana. Shuncha qatordan 4 ta qator turibdi. O'sha 4 ta qatordan imkon qadar kichikroq sonlar qatnashgan qatorni tanlab olsang. Chunki hisob kitobi oson bo'ladi. Nima deganim tushungan, to'g'rimi? Ana endi men tanlab olmoqchiman. Mana bu qatorni kichikroq sonlar qatori. Shu ko'rinib turibdi. Shuni tanlamoqchiman. 8 y o'rniga necha? -2 deyapman. -2 ni olib qo'yaman, ko'payib keladi va manfiy son bo'lsa qavsda qo'yiladi ekan. Shuni bilib qo'yinglar. Va -2 teng 4. Ko'paytirsak -16 x teng 4. Bu nima bo'layini qanaqa qilib yechaman? -x turadi. Mana -16 teng 4 orqasidan plus o'tadi. -x barobar 20. X barobar bu yoqqa o'tsa -20 bo'ladi. Ayniqsa. Bu sistema yechildi. Sistemani x ni ham topdik, y ni ham topdik. Ana endi bu umumiy javob olmoqchi bo'lsak, 20 ni birinchiga, 2 ni ikkinchiga. Chunki birinchi x ni, keyin y ni javobi yozish kerak. Birinchi y topdim-ku, menga endi y yozaman degan tushuncha yo'q-da. Chunki javob belgilayotganda doim x y sistemada birinchi x ni, keyin y ni javob mana shunday yoziladi. Hamma shunday. Marhamat doskani to'liq ko'chirib olamiz endi. Keyingi misollarga o'tamiz. Buni ko'chirib bo'lsak. Xo'p, birinchi misolning o'rinchisini ko'ramiz. Boshlaymiz, qaranglar. Y va x. Ko'ryapsizlar, sistemada bor y-lik teng sistema. Y-likda yoki x oldin bir xil qilishimiz kerak dedik-a. Y-likda oldin qarasanglar qo'llar birovda 4, birovda 2 turibdi. Demak, y uchun 2 bilan 4 uchun umumiy mahraj necha? Misol uchun umumiy koeffitsient 4, to'g'rimi? Y uchun 4, x uchun birovda 9, birovda 7 turibdimi? 63 bo'lib ketdi. Sen endi x ga bermaysan-ku. Nima uchun x ga umumiy koeffitsient berilmayapti? 63 ku, x soati birovda 9, birovda 7. 63. 63 ga keltiraman desang juda katta soat bo'ladi. Keltirsa ham bo'laveradi. Xohlasang x ni, xohlasang y. Xohlaganingni oldin bir xil qilib tushrsang bo'ladi. Noto'g'ri bo'lmaydi. Lekin iloji boricha koeffitsient katta qilib bersang, iloji boricha kichikroq qilish kerak. Katta qilib bersang, katta sonlar kelib ketadi. Katta sonlarda qiynalib qolasan hisob kitobga. Shuning uchun kichikroq umumiy koeffitsient tanlanadi bolalar. Hamma tushundimi? Demak, umumiy kichikroq koeffitsient bo'ladigan bu yerda y. Y oldin necha bo'lish kerak ekan? 4. 4 bo'lishi ona qatoriga necha ko'payish kerak? 2 ni ko'paytirib, mana ketdi, ko'paytirib olamiz. Sistema ochamiz. Ko'paytirib chiqaman.
14x plusdan 4y 0. 4y 9x teng 10. Diqqat, ana, y tog'ini bir xil qoldimmi? Birinchini olaylik, keyin ko'chirasizlar. Qarang. Y tog'ini bir xil qoldim. Demak, qaysi harf tog'ini bir xil qolgan bo'lsa, o'sha harflarning oldidagi ishoralarga qarayman. O'rta ishoralarga qaralmayapti. Qaysi bir xil qilinsa o'shanga qaralyapti. Tushundingmi? Mana buni oldida ham plus, mana buni ham oldi plus. Ikkita bir xil ishora bo'lsa, ayriladi deb qoida yozganmiz. To'g'rimi? Qarama-qarshi bo'lsa qo'shiladi deganmiz. Ayriladi. Xohlasang tepadan pastga ayir, xohlasang pastdan yuqorini ayir. Unisi muammo emas. Tushundingmi? Endi vaziyatga qarab ayiraverasiz. Xohlaganingni. Demak, ketdik. Tepadan pastga ayiraman bu yerda hozir. Qaranglar. Shunday qilib keldi. Sizlar xohlasang pastdan yuqorini ayir. Demak, men tepadan, mana tepa qavsqodan ayryapman pastda. Diqqat, nima qildim hozir men? Tepadan pastga ayrdimmi? Demak, bu ham xuddi shunday tepadan past ayrilib kelish kerak. 0 dan 10 da ayirish kerak. 0 dan 10 da ayirib bo'lmaydi. Men 10 dan 0 da ayiraman desang, rasvosini chiqargan bo'lasan. Bo'lmaydi. Chunki sen buni bu yoqdan bu yoqqa ayirib keldingmi? Bu ham bu yoqdan bu yoqqa ayirib kelish kerak bo'ladi. Bo'lmasa noto'g'ri ketib qolgan bo'ladi. Shunga ketdik. 0 dan 10 da ayirsang necha bo'ladi? Minus 10 bo'ladi. 0 dan ayirsang 10 da o'zi ko'p minus bo'ladi. To'g'rimi? Mana. Nima qilaman? Qavsni ochib, soddalashtirib tashlayman. Ketdik. Qavsni ochsak minus 4y minus 9x bo'ladi. Shular ta'sirlashib ketadi, bilasizmi? Teng minus 10. Demak, mana bular ketadi. 14 dan 9 da aytsak 5 da x teng minus 10. X qiymatini topsak minus 10 bo'lingan 5. X teng minus 2. Ana, x qiymatini topib oldik. Endi y topish kerak. Y topish uchun men nima qilaman? Xohlagan mana 4 ta xato turibdi. 4 ta xatoni xohlagan x ga qo'yaman deb y topaman. Farqi yo'q. Mana misol uchun qaranglar. Misol uchun diqqat bilan qaranglar. Atayni bajaratyapman. X qiymati nima chiqdi? Minus 2 chiqdi. Shu minus 2 ni xohlasang managa qo'ydan, shu qatordan y top. Xohlasang minus 2 ni managa qo'ydagin, shudan y top. Bir xil chiqadi javob. Misol uchun isbotlaman ko'rsataman. X'imiz qiymati nima? Minus 2. Minus 2 ni qaysi qator x ga qo'ymoqchisan? Misol uchun mana ketdik. 7 ko'paygan x o'rniga minus 2 qo'yaman va shu xat. Shu yerga qo'ydim, shu qator bilan ishla qaramay qolganiga. Shuniga x shu yerga nima qo'ydim? Minus 2 plus mana davom ettiraman. Teng. Bu yerdan y top. Ketib topsak nima bo'ladi? Minus 14 plus 2y teng 0. Shunda y topsak nima bo'ladi? Minus bo'lgan shu tenglik bilan resulta va y teng 7. Bu sistema ichida. Shunga xohlasang ketdik. Mana bu minus 2 ni managa qo'yib y topdim-ku. Xohlasang farqi yo'q. Xohlasang shuni managa qo'yib top. Umuman qizig'i yo'q, qayerga qo'ysam qo'yaver. Bir xil beradi javobi. Shunga mana misol uchun x qiymati nima chiqdi? Minus 2. Shu minus 2 ni mana shu qatorning x ga qo'yib xohlasang top. Xohlasang mana bu qatorning x ga qo'yib top. Imkon qadar qo'yayotganingda kichikroq sonlar qatoriga qo'y deganimiz, kichikroq sonlar qatnashgan bo'lsa, hisob kitobing tezroq bo'ladi. Lekin javob bir xil chiqib bo'ladi. Misol uchun mana katta mana 10 to'rtlar xohlasang shu qatorga qo'y. Men mana qatorga qo'ymoqchiman misol uchun. Boshqatdan ishlab ko'rsatmoqchiman. Hozir men boya managa qo'yib 7 chiqardimmi? Qarab. Mana shu qatorning x ga qo'yib, hozir mana shu yerdan y topaman, yerdan 7 chiqaradi. Ketdik. 4 y plus 9 x o'rniga nima qo'yishim kerak? Mana bash qator. Minus 2 ni qo'yayapman mana. Tek 10. 4 y 9 kerakki necha bo'ladi? Minus 18. Tek 10. 4 y barobar 10 plus 18 plus bu tak. 4 y barobar 28. Y barobar 28 da ko'paytirib turibdi-ku. Bo'linsa y teng 7. Buni ham bir xil beraveradi. Nima degan hamma tushundimi? Xohlagan qatoriga mana x topdingmi? Xohlagan qatoriga x ga qo'yib y ni topib ketaver ekansan. Farqi yo'q. Imkon qadar kichikroq sonlarga qo'ysang yaxshi, kichikroq sonlar qatoriga qo'ysang yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Endi hozir bizlar uchun sistemaning yechim javobi nima bo'ladi? Birinchi x javobi, so'ng y javobi qo'yiladi. Tushundingmi? Demak, mana bu sistemamiz yechildi. Menimcha ancha yaxshi tushunib qoldik endi. Mana doskani ko'chirib keyin savollarga o'tamiz. Demak, mana bu misol, ikkinchi misolning 4-inchisi qaraymiz. Demak, sistemamiz nostandart holatda standart holatga olib olish kerak sistemani. Tushundingmi? Ya'ni bunaqa sistemalarni A holat, B holat deb ishlab olamiz. Tepani soddalashtiramiz. 3x 3y minus 7 12 x plus y. To'g'ri, plus qavsni ochdik. Endi noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar bir tarafga o'tadi. To'g'rimi? Demak, boshlayman.
3 ta x plus 3 ta y minusdan 12 ta x. Bu yoqqa o'tadi, bu ham bu yoqqa o'tyapti. Minus 7 bu yoqqa o'tadi, plus 7 bu. Endi nima qilaman qaranglar. Soddalashtiraman. O'xshash xatlar qismlashtirib bilasizlar-ku. 3 ta y dan mana bu y topib tashlash kerak. Buni oldi plus, buni oldi minus bo'lgancha ayriladi-da. 3 ta y toplasak nechta bo'ladi? Necha bo'ladi? 2 y. 3 dan 12 ni olib tashlasak minus 9x bo'ladi, teng 7. Ha. Bu holat. Buni ham qavsini ochaman qaranglar. 6y minusdan 12 ta x minus 1 teng minus 45 ta x. Ha. Endi buni ham xuddi shunday noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar bir tarafga o'tib oladi. Ya'ni 6 ta y plusdan 45 ta x ya to'xtanglar. 6 ta y oltda minus 12 ta x turibdi-ku. Buni orqasiga mana minus plus bo'lib o'tib oladi, 45 ta x bu. Bu minus esa tenglikni bu tarafiga plus 1 bo'lib bunday holatda o'tadi. Endi buni ham soddalashtirib olamiz, diqqat bilan qaranglar. 6y ga o'xshash yo'qligi uchun turadi bu. Minus 12 plus 45 ga o'xshash-ku. Minus 12 plus 45 qarama-qarshi bo'lgani uchun ayrilib ketadi. Necha bo'ladi? Plus 33 bo'ladi, to'g'rimi? 33 ta x teng 1. Bo'ldi. Endi esa holatga o'tamiz. Tepani soddalashtirganimizda chiqqan javob 2y minus 9 ta x teng 7. Past soddalashtirganimizda esa 6y plus 33 ta x teng 1 chiqqan. Mana shu sistemani buni emas, mana bunisini yechamiz endi. Tushundingmi? Demak, endi buni yechish uchun yo y da yo x da oldini bir xil qilish kerak. X da oldini bir xil qilamansak, vaqti katta bo'ladi. 9 bilan 33 uchun umumiy koeffitsient 99 ga chiqib ketasan. 99 da hattan umumiy vaqt, to'g'rimi? Y 3-chi, birovda 6, birovda 2 mi? 2 bilan 6 uchun umumiy koeffitsient 6. 6 bo'lish uchun tepa qatorga 3 ko'paytirib yorsang bo'ladi. 3 ko'paytirib chiqaman hammasi. 3 ko'paytirsak necha bo'ladi? 6y minus 27 ta x teng 21. Pastda ham 6y plus 33 ta x teng 1. Pastga ishsa ko'paymadi-ku. O'zini qaytarib yozasan-da ishsa ko'paymasa. Endi diqqat, qaysini oldini bir xil qildik? Y da oldini bir xil qildikmi? Y ning oldidagi ishoralarga qaraladi. O'rta ishoraga qaralmaydi. Hech qachon qarama o'rta ishoraga. Nimani bir xil qildik? Y dimi? Y da oldiga qara. Ikkalasi ham plus ishora, ya'ni bir xil ishora bo'lganligi uchun bular ayriladi bolalar. Tushundingmi? Ayirish xohlasang pastdan yuqoriga ayir, xohlasang yuqoridan pastga ayir. Tushundingmi? Demak, hozir men pastdan yuqoridan ayiraman. 6y plus 33 ta x dan ayiraman. 6y minus 27 ta x. Diqqat, pastdan yuqoriga ayirdimmi? Mana bu ham pastdan yuqori ayirish kerak. Buni pastdan bu taraf pastdan yuqori ayirib, bu yoqda tepadan pastga ayirsang xato qolishini men tushuntirib berdim boya, to'g'rimi? Demak bo'lmaydi. 1 dan 21 dan o'tkazsak minus 20 bo'lar ekan. Tushundingmi? Endi men tarafni och soddalashtirib tashlayman, qaranglar. 6y plus 33 ta x minus 6y plus 27 ta x teng minus 20. Mana bu yerda 6 lar ketadi. 33 ga 27 ni qo'shsak 60 ta x bo'ladi, teng minus 20. X topayotgan bo'lsak minus 20 taqsim 60. 20 ga qisqartirib yorsak x teng minus 1 taqsim 3 bo'ladi. Hamma tushundingmi? Bo'ldi. Ana endi sistemani yechdik, hali to'liqmas lekin x ni topdik hali. Ana endi y ni topish uchun xohlagan qatoringda x ni o'rniga qo'yib, qiymatini y ni topib olish kerak dedik. Qayerga qo'yasan? Menga qo'ymaysan, birga qo'ysang ham chiqadi, x ni o'rniga bir taqsim 3 qo'yib y ni topaman desang. Ana nima kerak edi o'zingni qiynab? Chiqadi lekin. Mana bu yerga qo'y, kichikroq sonlar qatoriga. To'g'rimi? Mana. Shu yerga nimasiga qo'yaman hozir? X ga qo'yaman. Ketdik shu qatordan olaman. 2y kerak-ku menga. Minus 9 x o'rniga bir taqsim 3 qo'yaman, teng 7. 2 ta y plus 3 teng 7. 2 ta y barobar bu yoqqa o'tsa 4 bo'ladimi? Y barobar 4 ta 2 bo'lsak 2 bo'ladi. Bu sistema yechildi. Demak javob minus 1 taqsim 3 ga 2 deb mana bunday xavfsiz holatda olib qo'ysalar bo'ladi. Marhamat do'stlar, ko'chirib oling, tezlashtiring. Xo'p, ikkinchi misolning 6-sidan ko'rishni boshlaymiz. Demak, bu ikkinchi misoli, mana bu 6-misoli ham nima standart shaklda emas. A holat, B holat qilib standart shakl olishga harakat qilamiz. Boshlaymiz, qaranglar. A holat. Tepa 4x plus 1 teng qavsni olsak nima bo'ladi? 5x minusdan 15 ta y minus 6 bo'ladi. Soddalashtiramiz. Ya'ni noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar bir tarafga o'tadi, to'g'rimi? 4x plus 1 minusdan 5x minus plus bo'lib o'tadi. Mana bu 15 ta y barobar minus 6 lar, uning orqasiga minus 1 bo'lib o'tadi. Ya'ni bular bu yoqqa bir yoqqa o'tadi. Endi 15 y o'zini yozaman, unga o'xshashi yo'q mana bu qatorda. Mana birdan o'tkazmabman-ku yoqqa. O'tkazdim-ku, buni yana qaytarib olamiz.
4x qoldi. Buni bu yoqqa o'tkazdim. Buni ham bu yoqqa o'tkazdim. -6 mana +1 yoqqa o'tkazamiz. Endi 15y ga o'xshash bo'lmaganligi uchun uni birinchiga yozaman dagi 4 dan 5 ayirsa -x bo'ladi. Bu ikkovi -7 ni beradi. Tushundingmi? Menimcha tepani soddalashtirib olgan holatda. B, pastga o'tamiz. O'chekaz qavs ochaman. +18y +4 teng 9y +19. Ana endi 3x +18y bu 9 bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. Teng 19 olib qolsak +4 bu yoqqa minus bo'lib oladi. 3x turaversa 18 dan 9 ayirib tashlasak +9y bo'ladi. Bundan buni ayirib tashlasak 15 bo'ladi. Tushundingmi, tushunmayapsizmi? Tushundingmi? Diqqat, e'tibor beringlar. Bu holatda e'tibor bersak, hammasi bir xil songa bo'linadigan kelib qoldi. 3, 9, 15. Nimaga bo'linadi hammasi? 3 ga bo'linadi. Hammasi bir xil songa bo'linadigan kelib qolsa, soddalashtirish jarayonida aynan qaysi songa bo'linsa, o'sha songa bo'lib bersang bo'ladi. Misol uchun hammasi 3 ga bo'linadimi? 3 ga bo'lib beraylik. Bizlar lekin shu paytgacha ko'paytirib o'rganyapmiz. Bo'lib berishimiz ham mumkin, shu holatlarni o'rganib qo'ydik-da, mumkin. Nima uchun mana qilyapmiz? Bo'lib bersak nima bo'ladi? 3 ga bo'lsak 1 qoladi, buni 3 ga bo'lsak joyida 3 qoladi, buni 3 ga bo'lsak joyida 5 qoladi. Nima uchun unaqa qildik? Chunki kichikroq sonlarga kelsa, hisob-kitobimizda hisob osonroq bo'ladi-da, kichikroq sonlarga olib kelish kerak. S holatga keldik, tepani soddalashtirdik. Mana bu chiqdi. Past soddalashtirdik, mana bu chiqdi. Bu massimal ishlatib, aniq emas, mana buni ishlaymiz. Bu sistemaga yetishishni nima qilaman? X to'g'ri qarasak, o'zi bir xil koeffitsient turibdi va oldiga ishorasiga qarasak, birida minus, birida plus turibdi. Hamma qarshi ishora bo'lganicha bular qo'shiladi. 15 ta y minus x ga qo'shaman x plus 3 ta y ga. Teng tepaga past qo'shdimmi, buni ham tepaga qo'shaman pastini. Mana bu endi nima bo'ladi? Mana ikkovi qisqarib ketadi. 15 ga 3 qo'shsak 18 ta y bo'ladi. Bu esa 2 bo'ladi minusdan. Y barobar minus 2 ni bo'lamiz 18 ga. Demak, bo'ylab bo'lmaydi. Kasrga o'tkazib ketaman. 2 ga qisqartirsak 1 taqsim 9 bo'ladi. Y qiymatini topdik. X qiymatini qayerga qo'yib topaman? Mana bu sistemaning mana bu yerdan topib, kichikroq sonlar qatori-ku. X plus 3 ta y o'rniga 1 taqsim 9 qo'yaman, teng 5. X qisqarib ketsa minus 1 taqsim 3 bo'ladi, teng 5. X topsak 5 ni orqasiga qo'shilib o'tadi 1 taqsim 3. X barobar 16 taqsim 3 bo'ladi hisoblasak. Ko'paytirib qo'sha olsak, bu men mahraj berib. To'g'rimi? Shuni beraman. Marhamat, doskani ko'chirib olaylik. 4-savolda 15-sa diqqat qaranglar. 0 o'tirlik savollar kelsa, maslahat beraman, kasr ko'rishiga o'tkazganlar qulayroq bo'ladi. Kasr ko'rishiga o'tkazmasdan ham ishlasang bo'laveradi, lekin kasr ko'rishiga o'tkazgan menimcha qulayroq bo'ladi deb o'ylayman. Kasr ko'rishiga o'tkazib, mahraj berib tashlaveringlar. Maylimi? Shunisi qulayroq. Davom ettiramiz, qaranglar. Sistemani ochaman. Mana nima degani? 75 taqsim 100, 25 ga qisqartirsak, 3 taqsim 4x degani. Mana bu 20 bo'lib turaversin, teng 95. Mana bu 32 taqsim 100 degani, 4 ga qisqartirib bersang, 8 taqsim 25 degani. X minus 25 teng 7. Nima qilish kerak? Kasrlik keldi. Kasrlik kelgani uchun tepa uchun adilni, past uchun adilni men mahraj berib tashlab yuboramiz. Davom ettiraylik. Tepa uchun 4. 4 ga tepaga hammasiga 4 ko'paytirib yuboring, nima bo'ladi? 4 mana ko'payib ketsa 3x bo'ladi. Bunga 4 ko'paysa 80 bo'ladi. Bunga 4 ko'paysa necha bo'ladi? 95 ga endi. 4 kere 5 20, 4 x da 4 kere 36 38 380 bo'ladi, adashmasam. Pastga 25 ko'payib chiqadi. 8x 625y. Bunaga 25 ko'paysak necha bo'ladi? Xo'sh, 35 3da 14 175 bo'ladi. Ana mana bu sistemani yechamiz endi. Bu sistemani yechishni yo x ni yo y ni oldini bir xil qilishimiz kerak bo'ladi. Sal kattaroq sonlarda ishlayotganmiz. Kichikroq qilamiz dedik, bo'lmas ekan. Demak, qaranglar, x oldini bir xil qilaman desam, umumiyda kelsa 24 bo'ladi, 3 bilan 8 uchun, to'g'rimi? Y oldini bir xil qilaman desam, y tasavvur ham qiladiganmiz, to'g'rimi? Y da birovda 80, birovda 625 turibdi. 80 bilan 625 uchun nima umumiy kelsa desa, xayoliga kelgan yo'q hozir, to'g'rimi? Lekin x 6 3 bilan 8 turibdi, bularga 24 likni bilib o'tiribmiz. Xo'p, yaxshi. 24 bo'lishi mana nima kerak? 8. Mana 24 bo'lishi nima kerak? 3. Demak, har bir qatorga ko'payadi. Shunaqa holatlar ham kelaverar ekan, har bir qatorga ko'payayotgan holatlar. Demak, sistemani davom ettiramiz. Tepaga 8 ko'paytirib chiqaman. 8 kere 3 24 ta x plus 88 ga ko'paytirsak
640 bo'ladi. Endi 380 deb 8 ga ko'paytirish kerak. 0.64 6 8 kira 24 30. Mana shuncha ketadi. Endi pastda ham shunga ko'paytirib chiqamiz. Mana 24 ta 2 minus 625 shunga ko'paytirsak necha bo'ladi? 15 birdilda 6 7 18 ta y va plus 175 ta shunga ko'paytirsak 15 birdilda 21 22 525. Mana men uchun tushunganchi. Endi nima qilaman? Mana x oldin bir xil qoldimmi? X oldin bir xil bo'ldi va buning oldidagi ishora qarasam bir xil ishora turibdi. Bir xil ishoralar nima bo'laydi? Ayrilaydi, hurmatli o'quvchilar. Qarama qarshi emas. Bu nima bir xil qilgan bo'lsa, shuni oldiga qaraysan deyapsiz-ku. Ayiramiz. Tepadan pastga ayirib beryapman. Xohlasak pastdan yo'qolmaydi, muammo emas bu. Demak, men tepadan pastga ayirib, bu ham tepadan pastga ayirib keladi. 3040 dan 520 ishlar tashlaydi. Nima bo'ladi? Qavs ochaman. Qavsni ochib olaylik. Nima bo'lar ekan? Bundan buni ayirib ketaveraylik. 0 dan 5 ta ayirsak 5, 3 dan 2 ni ayirsak 1, 0 dan 5 ta ayirsak 5, bu yerda 2. Bu yerda mana bu ikkovi qisqarib ketdi. Mana ikkovini qo'shaman. Nima bo'lar ekan bu ikkovini qo'shsak? 0 ga 5 ni qo'shsak 5, 4 ga 7 ni qo'shsak necha bo'ladi endi? 11 ning 1, 6 ga 8, 14 birdilda bilan 15 ning 5i mana bu 1 2 bo'lib ko'paygan yerdek. Bu yerda bir xil chiqib qoldi. Demak, yerdek nima bo'lar ekan? 2515 bo'lingan 2515. Demak, yerdek qiymat baraka. Ana ekan. Sistemadan y topib oldik. Y topdik degan bo'ldi degan emaski, x topishimiz kerak. Qayerdan topsak bo'ladi? Qadar kichikroq sonlar qatori deyilgan. Mana bu yerda kichikroq sonlar qatnashgan. Xohlasak shu yerdagi y qiymatiga qo'y 1 da. Xohlasak mana bu yerga qo'y. Shu qatordan x topib olsang bo'ladi. Farqi yo'q dedik, to'g'rimi? Demak, hozir men nima qilaman? 3 ta x plusdan 80 ta y o'rniga 1 qo'yaman. Demak, nima bo'ladi? 3 ta x barobar 300 bo'ladi. 80 bu bo'lsa 380 dan 80 ayirsak 300 bo'ladi. X necha ekan? 100. Bo'ldi, sistemaning javobi 100 baraka. Birinchi x, keyin javobi ko'p keladi. Tushundingmi? Yoki bo'lmasa agar bunaqa javob bo'lmasa, x teng 100, y teng 1 degan mana bunda adadni ajratib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Endi javobga qaraysizlar, kitob orqasida qanaqa berilgan bo'lsa, o'sha tarzda ko'rsatasizlar javob. Mana bu doskani ko'chirib olaylik bir. Demak, 4.19-si boshlaymiz. Diqqat qilasizlar. Sistema standart holatida holat boshlaymiz. Qavslar standartida tashlaymiz. 5 ta x 10 ta y minus 3 x plus 5. 5 ta x plus 10 ta y to'g'risiga x o'tkazaman. 5 ta yoniga minus 1 garchi plus o'tkazib 5 ta x topib tashlasak 4 ta x 10 ta y barobar 8. To'g'ri? Shunday qaranglar. Hammasi qaysi songa bo'lib o'tiribmiz? 2 ga. Shunday hammasi agar soddalashtirib, bu garingdan so'ng oxirida chiqqan javob qandaydir bir songa bo'linsa, bo'lib yuborsang ham bo'ladi, bo'lmasang ham bo'ladi. Lekin bo'lib bersang kichikroq sonlarga keladi, hisob-kitobi yaxshi bo'ladi. Xohlasang bo'lma. Hozir bo'layotganimizga mabodo tushunmayotgan bo'lsak, mayli bo'lmay yashab ketaver. Lekin bo'lsak, kim tushunadigan bo'lsa, bo'lib ishlab kichikroq songa o'tkazib ishlasa osonroq bo'ladi. Hammasi 2 ga bo'linib, 2 ga bo'lib chiqaman. Ana. Va mana shuni hisob qilamiz. Ketdik. Endi bayishga o'taman. Past. Mana bu. Y plus 4x minusdan 12 ta y barobar 50. 4x tursa, y dan 12 ni olib tashlasak necha bo'ladi? 11 y barobar 50 bo'ladi. Bu qator qarang. Qaysi songa bo'linadi? To'liq. Hech qaysi songa bo'linmaydi. To'g'rimi? Umumiy hammasiga bo'linadigan son yo'q. Mana bu yerda hammasiga bo'linadi, 2 bo'linadi hammasiga. Shuncha bo'lib, yarib qisqartirib yozamiz. Qanday songa bo'linmaydi hech qaysi. Shu turish qonunlari. Sal holat qilaman. Tepani soddalashtirganimizda mana bu chiqdi. Past soddalashtirganimizda esa mana bu chiqdi. Ana. Bu mana shu ro'yxatimiz, mana bu sistemani ishlab qo'yamiz. Bu sistemani ichish uchun x oldin bir xil qilsak asosroq bo'ladi. X uchun 4 ku, umumiy koeffitsient. X uchun 4 bo'lish uchun tepaga 2 ni ko'paytirib olaman. Ya'ni 4x plusdan 10 ta y barobar 8. 4x minus 11 ta y barobar 50. Nimani bir xil qildik? X ni. Demak, shuni oldida ishoraga qaraymiz. X ikkalasini ham oldida bir xil ishora turgani uchun, demak, bular ayriladi. Tepadan pastga ayirib tashlayman. 4x plus 10 ta y dan ayiraman 4 ta x minus 11 ta y. Demak, 8 dan 50 ta ayirish kerak. Demak, bu yerda qavsni ochaman. Mana bunday holat bilan ayirsak minus 42 bo'ladi, to'g'rimi?
Burada bloketda mana bu ikkovini qo'shsak 21 ta y barobar minus 42 bo'ladi. Y barobar minus 42 ni bo'lsak 21 ga y barobar minus 2 bo'ladimi? Ana, y qiymati kelib chiqdi. Endi y qiymati keldi degan bu degani emas-ku. X ni ham topamiz. X ni qayerdan topsam ekan? Mana bu yerdan topaman. Hey, chunki shu qatorga e'tibor bersak, kichikroq sonlar bor-da. 2, 5 4 kichikroq qatnashgan sonlar. Mana bu yerda kattaroq qatnashgan. Bu yerga qo'ysak ham mayli, xohlasak y da x topish uchun. Nega qiyinroq bo'lib ketadi? Shuning uchun yuqori qo'yganmiz, maqollar kichikroq sonlar bor. Shuning uchun ketdik. 2x da o'zi turadi, plus 5, y o'rniga minus 2 qo'yamiz. Teng 4. 2x minus 10 bo'ladimi? Teng 4. 2x teng bu yoqqa 14 bo'ladimi? Bu yoqqa qo'shib o'tak. X teng 14 2 ga bo'lsak 7. Demak, sistemaga yechildi. Sistemaning javobi 7 minus 2 ekan. Mana shunday tartibda yechilgan ekan. Marhamat do'stlar, ko'chirib olasiz. Ya'ni savollar bormi, yo'qmi? O'tgan darsimizda savollar yo'q, o'tgan berilgan vazifalar. Demak, hurmatli o'quvchilar, agar savollar bo'lmasa, tahlilimizni yakunlaymiz. Ko'chirib olasiz, do'stlar.